Bugungi video obzorimiz avval H6 haqida bo'ladi. Bu mashinamizga Yevropa gaz kompleksidan full variantda propan ustunnlikni qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, kerakli va qiziq ma'lumot bo'ladi. Haval H6 avtomobili, bu mashinamiz motori 2 lik turbinali motor. Bunga qo'yib bergan zapchastlarimiz Dakota 2 ohmlik sport parchinkalar, gazda maksimal darajada yetkazib beradigan sportivniy avtomobil hisoblanadi. Injektor 48 ga to'g'ri Yevropa gaz kompleksidan chempion blogimiz ustunnlikda qilib berilgan. Nordic original reduktorlari ustunnlikda qilib berilgan. Chiqarmaslik uchun fragment shlankalardan foydalanilgan bu mashinamizga. Xo'p, bu mashinamiz 90% gazda, 10% benzinda harakatlanadi. LED knopkalarni akkuratlik qilib joylashtirib berganmiz. Ideal holatda gazda ishlab turibdi. Orqa qismiga 56 litrlik propan ballon joylashtirib berganmiz. Xizmatlar bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Har qanday avtomobillarga gaz qo'yib berish xizmatini xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoni gaz qo'ydirmoqchi bo'lgan yaqinlar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.